bilan o'tgan safar bunaqa issiq ob-havoda qaysi pudralarni ishlatish mumkinligini o'rgatgan edim va tanlab berdim. Именно qaysi pudralar real mani testimdan o'tgan va realni oqib ketmasdan, yig'ilib qolmasdan, terini quritmasdan ideal tonalkani turib berishiga yordam beradigan pudralar haqida gaplashgan edik. Bugun aynan sizlar bilan mana shu issiq ob-havoda qaysi tonalli kremni turib berishini va qaysi tonalkalar yaxshiligini necha soat sizga stoykasi bera olishigacha va effektigacha qo'yib bermoqchiman. Chunki juda ham ko'pchilik hozir menga gapiryapti. Bunaqa issiq havoda yog'li yuzlarga tez yuzi yog'lanib ketadigan yuzlar uchun tonalli kremni ko'rsatmoqchiman. Birinchi tonalli krem bu juda ham kojasi yog'li quruqlarga ham mos keladi. Agar yuzingizda nedostatkalar bo'lsa, yopib bera oladigan tonalka Charlotte Tilbury tonalkasini tavsiya qila olaman. Keyingi etapda juda ham idealniy tonalka, juda ham yuzingizda tabiiy tur beradigan va yog'lantirmaydigan, juda ham teksturasi mo'sh bo'lgan Yseloran tonalkasini tavsiya qila olaman. Bu qimmat tonalkalar, lekin realni puliga yarasha effektini beradi. Keyingisi Dior Forever tonalkasi, bu ham matoviy pakritiyasi ham bor, matoviy. Bunaqa issiq ob-havoga mos keladigan, byudjetli hamyonbop bo'lgan tonalli kremlarni ko'rsataman. Birinchisi juda ham ko'pchilik ishlatadigan Catrice brendini mana bu jidki tonalli kremi. Bu stoykasi qizlar bilinglar o'zinglar uchun 4 soat yo 5 soatga yetadi. Undan keyin yana yaltirashi mumkin. Faqat yaxshi pudra va baza bilan ishlatsanglargina yaltiramasligi ehtimoli kattaroq. Lekin bu baribir byudjetga kiradi. Keyingisi esa Strada brendi. Bu ham byudjetli hisoblanadi, yog'li kojalar uchun mos keladi. Undan ham keyingisi esa Ronasi brendiniki. Bu quruqqa ham yog'liga ham ketadi. Realni teksturasi bomba. Narxi arzon. Keyingisi sizlarga ko'rsatgan tonalkalarimni ko'rsatib o'tmoqchiman. Hozir bittalab byudjetli tonalka so'raganlar, Estrada nimani tonalkalari. Tak, Catrice'lar ham byudjetli hisoblanadi. Yog'li yuzlar uchun mana bu ham yog'li yuzlarga вообще zo'r turadi, ham juda ham plotniy qizlar. Ana yuzingizda defektingiz bo'lsa, qanaqadir yopish kerak bo'lgan variantga olsangiz bo'ladi. Shiglam tonalkasi ham xuddi shu. Bu ham yopadi, ham matoviy qizlar. Men eng yaxshi ko'radigan tonalkalarimdan bittasi bu Yseloran tonalkasi. Конечно, men bu tonalkani прям вообще sevib ko'rsanglar bo'ladi. Bu ham plotniy, ham более o'rtacha plotность anaqasi. Quruqqa ham, yog'likka ham ketadi. SPF ham bor buni, 30. Keyin Charlotte Tilbury bu yog'li yuzga ham, quruq yuzga ham ketadi. Yaxshi yopadi ham, stoykasi ham rosa zo'r. Keyin Dior bu tonalkasi yog'li bilan quruqqa, kechirasizlar, yog'li bilan aralashga ketadi bu tonalkasi. Idealniy, buni ham teksturasi yig'ilib ketmaydi. Mana bunisi bo'lsa yog'li yuzdagi точно bu usti glansiy emas. Ikkalovini adashtirmanglar. Ikkalovi boshqa dunyo. Ustidagi matoviy effekt beradi, glansiysi